Mushtari Azizova 12 yoshda. Gullar shahri bo'lmish Namangandan tashrif buyurgan. Sevimli mashg'uloti kashta tikish. Yaxshi ijro bo'ldi menimcha. Endi javobim ha. Rahmat ijro uchun. Agar qo'shiqda sevib aytsangiz, muhabbat bilan aytsangiz, bundan ham go'zal chiqadi. Men shunga ishonaman. Javobim ha. Rahmat. Ijro yaxshi. Faqatgina ozganaligi keraksiz harakatlar bor. Hamma narsani me'yorida qilsangiz, juda chiroyli bo'ladi. Meni javobim ha. Rahmat. Ha javobi. Rahmat. Mushtari. Tabriklaymiz. 4 ta ha javobi bilasizmi? Har bitta ha'ni eshitguncha onangiz yig'layverdilar. Hissiyotlaringiz qanaqa? Mushtari biz bilan bo'lishing. Yaxshi. Nimalarni his qildingiz sahnaga chiqqaningizda? Sahnaga chiqqanimda bo'ldi, hayajonni olib tashlashingiz bo'ladi. O'tdingiz ikkinchi turga, shuning uchun bemalol mana sahnaga qadam bosyapsiz. Ichingizdan qanaqa qo'rquv, hayajon, yo bo'lmasa o'zingizga bo'lgan ishonch, g'urur, mana qanaqa hissiyotlar o'tdi? ishonch. Ishondingiz o'zingizga. Biz sizni tomosha qildik, o'zingizni sahnada tutishingiz ham xuddi sahnaga har kuni chiqib yurgan artistlardek o'zingizni tutdingiz. Bu juda ham tahsinga loyiq. Tashakkurlaringiz bormi yoki bo'lmasam yana kimgadir qanaqadir omad tilamoqchimisiz? Marhamat. Shu yulduzchadagi hammaga omad tilayman. Shu fursatdan foydalanib Namanganga ham salomni nasib. Namanganliklar bu yerda bizni kuzatishyapti. Namanganliklarga ham salom aytaman.